Fucity tomonidan sizlar yer so'rolmadinglar, uy so'rolmadinglar, mana sizlarga. Xullas 3 ta bir xil uy solingan ekan. Men reklama qilgancha mana shu ikkita uy sotilib ketibdi. Bu video chiqqancha sotilib ketmasdan uyni bosib qolish kerak. Akalar xullas like-ni bosib, yaqinlarga Fucity yaqinidan uy izlayotganlarga jo'natib qo'ysanglar, manfaatli va foydali bo'ladi. Xullas Fucityga 3 km, Qo'yliqni sentrga 3 km. Xullas Bektemir tumanida nima mahallada okevet? Musaffo mahallasi ekan. Buru 6 sotuli xonadon. 4 ta xonasi bor. Hozir sekin ichkarilarda ko'rsatamiz. Ungacha siz like bosmagan bo'lsangiz like-ni bosib qo'ying. Ketdik. Bismillah. Mana kiraverishingizda shunaqa atmosfera kutib oladi. Qarang, betga yetmayotgan bitta narsa mana shu joyga shapka qilib yuborish kerak menimcha. Mana shu joylari yashil zona bo'ladi. Tashqarida o'zini hojatxonalari, mana rakvinalar bor. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Xullas, nechta mashina sig'at deb o'ylaysiz, aka? Bitta o'zimizni Gentra Cobalt sredniy mashina 10x lar bo'lsa, bemalol bitta mashina bemalol sig'adi deb o'ylaymiz. Xo'p, uylar tashqarlari attachento qilib, chiroyli dizaynda qilib qo'yishgan. Mana kafillarni ham terib qo'yishgan, ko'ryapsizlar. Xullas, tunka bilan yopilgan uy. Mana qarang, oldi fasadlari qanaqa chiroyli bo'lib turibdi. Narxini ham sal oxirroqda aytamiz. Ungacha ozgina ishlaringizni qizdirib turaylik. Ketdi mana ichkarini ham. Kirganingizda qarang. Ota-onaga shunaqa uyni sovg'a qilish hamma farzandlarga nasib qilsin. Kiraverishingizda mana shunaqa atmosfera. Dizaynlarni qarang, mana shu devorlar ham ko'zni charchatmaydi. Ko'pchilik ishdan keladi-da, aboyni noto'g'ri tanlagani uchun dam olmaydi-da ko'zi. Yanada charchayveradi. Lekin bu yerga kelsangiz, ranglari o'ziga mutanosib tushgan. Charchamaysiz. Xullas, ayollarimizni yaxshi ko'radigan joy, ijod qiladigan joylari mana oshxona. Chunki biz erkaklarni qalbimizga kiradigan joy oshxona, ya'ni ovqat orqali ayollar bizani qalbimizga kirib oladi. Mana qarang, duh kontrolinglarni qo'yishgan, mana stabilizatorlari ko'ryapsizlar mana. Xo'p, pollari menimcha yaxshi qilingan. Mana qarang, mana kafillar qanaqa terib qo'yishgan. Xullas, uyda bir gap bilan aytganda o'ta yashashga bob qilib solishgan. Ketdi bu yoqqa. Mana bu xonaga kirsangiz, zali ham oka ishonmaysiz. 1.6 sotga shunaqa uy tushgan. Bira proyektini chizgan odam baraka topsin. Vafshim. Qarang, zali ham anchagina katta. Dizaynlarni ham boplab qo'yishgan. Ketdi aka, mana bu tomonni ham ko'rsatamiz endi. Bu yog'ini misol uchun oilaviy choy ichib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Kichkinagina, mana hatto ixchamgina yosh oila o'tirsanglar bo'ladi. Mana bu yoqda derazalar. Mana tuynuklarga o'sha konditsionerlar qo'yishga hammasini moslab tashab ketishgan. Kanalizatsiyalar ham muammo emas. Hammasi zo'r. Eshiklarda ham bor-ku, eng oldi yaxshi eshiklardan qo'yishgan ekan. Xullas, materialdan umuman ayashmagan. 2 kun bo'ldi ustalar chiqib ketganiga. Lekin mana uyda qarang, xudo xolasa siz kelganda chiroyli bo'lib turadi. Kelasiz, ko'chasiz, mazza qilib yashayverasiz oilada. Xo'p, bu yerda ham yana bitta xona bor. Isho buni ichida o'zining dushovoylari ham bor, mana ko'ryapsiz. Kichikroq dushovoy, mana bu yerda bir spalni qilib qo'ysangiz bo'ladi. Shuni siqilgan paytingizda keyin shuni tashqariga chiqasizda, vashda ozgina turib, toza havodan nafas olib, keyin yana kirib, keyin bilan yana boshlayverasiz. Mana shu joylar. Lyustralarni ham qarang, hammasini zo'r-zo'rlardan qo'yib qo'yishgan. Gapi yo'q ekan. Minimalizm deyishadimi aka, shunaqa, xullas. Keyin общий sanuzel bor. Общий sanuzelga kirganingizda ham haqiqatan jakuzilari, shuni ichkani ko'rsatib o'ring aka mana. Haqiqatan odam mazza qiladigan joy. Hammasi yengil. Birinchi o'zingiz kelasiz, mazza qilib, shu yerda oilangiz davrida mazza qilib yashayverasiz. Mana bu yoq ham yana bitta xona. Isitish tizimlari hammasi yaxshi. Xonalar shunaqa qurilgan. Menimcha devorlariga utublyonik qilingan. Menimcha aka shunaqa deb o'ylayman.
Mustahkam, pishgan, to'liq 100% pishganishdan qilingan deyishyapti. Eshiklari ham haqiqatan imzoni eshiklardan olib kelib qo'yishgan brendlardan. Muammo emas. Uyda shovqin bo'lsa ko'chaga eshittirmaydi. Mana orqada bitta eshik bor. Mana shu joyga ham bir kladovka qilib narsalaringizni taxlab qo'ysangiz bo'ladi. Muammo emas. Mana shu uyimiz. Eng qiziq joyiga kelyapmiz, eng odamlar ichini qizdiradigan joyiga. Narxi qancha deb o'ylaysizlar? Narxini aytishdan oldin bitta laykni bosib qizartirib qo'yinglar. Yetamizmi aka? Yetedik kutib qolishdi. Narxi boshlanishga 70 ming so'rashyapti. Xudo xolasa, yaxshi lokatsiya, Food Cityga 3 kilometr, Qo'yliga 3 kilometr zo'r joylardan. Xudo xolasa, endi ozgina yana o'tib beradigan barakasi bor akalar. Ular qotib qolishmaydi. Bemalol ko'ngliga qo'l solib, sodalashib baraka qolsanglar bo'ladi. 70 ming AQSh dollari so'rashyapti boshiga, yana savdosi, barakasi bor. Kelinglar, mazza qilib yashanglar. Pastda raqamlari. Akmal degan bolamiz o'zlari gaplashadi, o'zlari ko'rsatadi, xudo xolasa. Olgan odam shunchaki duo qilib, mazza qilib yashaydigan joylar. Shuna linkini olingda, Telegramdan uyizlab yurgan yaqiningiz bor, aniq bilaman. Shunga linkini tashab qo'ying, uy olishiga aniqsiz sababchi bo'lib qolasiz. Laykni bosib qo'yinglar. Salomat bo'linglar. Sotganga ham, olganga ham Alloh barakasini bersin. Ko'rsatib yuboring desanglar.